Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed as-sadiqil va'dil amin. Allahumma la ilme lana illa ma 'allamtana inneke entel alimul hakim. Allahumma allimna ma yanfa'una ve anfa'na bima 'allamtana ve zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah ve arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Vec'alna mimmen yestemi'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ve adkhilna bi rahmetike fi ibadikes salihin. Muaz ibn Jabal. Muaz ibn Jabal al-Hazraji. Bu kishini to'liq ismlari Muaz ibn Jabal ibn Amr ibn Aws ibn Oid ibn Adi. Bu kishi Yasriblik bo'lgan, Hazraj qabilasidan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu kishi haqida aytganlar: "A'lamuhum bil halal val harom." Meni ummatim orasida halol va haromni eng bilimdoni Muaz ibn Jabal degan edilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning bu kishiga bergan bahosini ko'ring birodarlar. U kishi 18 ga kirganda ana shu ikkinchi Aqaba bayatida kelib payg'ambarimizga bayat bergan 70 ta sahobadan bittasi Muaz ibn Jabal roziyallohu anhu edi. Yoshi 18 da edi. Muaz ibn Jabal payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning barcha mashhadlarida birga guvoh bo'lgan edi. Barcha janglarda birga qatnashgan edi va xususan Badrda qatnashgan kishilardan edi. Ahli Badrlardan edi. Muaz ibn Jabal roziyallohu anhu o'zidan rivoyat qilinadi bu hadis. U kishi aytadilar: "Akhadha bi yadi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam fa qala inni la uhibbuka ya Muaz." Bir kuni Rasululloh meni qo'llarimdan ushlab aytdilar: "Ey Muaz, men seni yaxshi ko'raman." Kim aytayapti buni? Rasululloh yaxshi ko'raman deyaptilar. Rasulullohning muhabbati birodarlar, Allohning muhabbati. Men seni yaxshi ko'raman ey Muaz, demak seni kim yaxshi ko'radi? Musulmon odam intilgan eng oliy martaba shu emasmi? Alloh va Rasulining muhabbatiga sazovor bo'lish. Rasululloh o'zi Muaz ibn Jabal tirikligida aytib turibdilarki, men seni yaxshi ko'raman. Bu qanaqa sharaf birodarlar? Hamma sahobalarga ham aytolmagan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bunday so'zni. Faqultu va ana uhibbuka ya Rasululloh. Men ham aytdim, ya Rasululloh, men ham yaxshi ko'raman sizni. Shunda Rasululloh menga aytdilar: "Fala tada an taqula fi kulli salatin Robbi a'inni ala zikrika va shukrika va husni ibadatik." Ey Muaz, har namoz ketidan Allohumma a'inni ala zikrika va shukrika va husni ibadatika deb aytishni, uni tark qilmaslikni senga vasiyat qilaman. Xos aytayapti payg'ambarimiz mana shu. Biz ham mana shu duoni o'qiymiz bilasizlar. Allohumma a'inna ala zikrika va shukrika va husni ibadatik. Rasululloh Muaz ibn Jabalga xos aytayaptilar, har namozni ketidan shu narsani tark qilmasligingni senga vasiyat qilaman. Birodarlar, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga bo'lgan muhabbat Muaz ibn Jabalning qalbida aniq bor edi. Endi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ham bu kishini yaxshi ko'rishligini mana shu hadislarda siz bilan bizga bayon qildilar. Bugungi darsimiz Muaz ibn Jabal roziyallohu anhu haqida bo'ladi. Muaz ibn Jabal. Qarangda, bu kishi Rasulullohga iymon keltirib, din yo'lida xizmat qilib, umrini Allohning roziligiga sarflab qo'ygani uchun qiyomatgacha ismi qoldi tarixda. U kishining shamoli haqida. Bir kishi aytadi, Hims masjidiga kirdim. Bir yigit oldida odamlar jamlanib o'tirishar edi. Sochlari jingalak, ko'rinishi chiroyli, go'yoki og'zidan dur gavharlar sochilayotgan edi. Albatta birodarlar, bu mana shunday odamlarni qalbidan joy olayotganligi Muaz ibn Jabalni, bu yigitni. Odamlar uni so'zga mahliyo bo'lib o'tirganligi, odamlarning qalbi unga nisbatan ochilib turganligi Alloh taoloning qo'llashidan bo'ladi. Ta'yidun minalloh. Agar banda ixlosli bo'lsa, muxlis bo'lsa, gapirayotgan gapida qilayotgan ishidan, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam va din buyruqlarini bajarayotgan bo'lsa, yolg'iz Allohning roziligini ko'zlayotgan bo'lsa, Alloh bu odamga nisbatan odamlarning qalbida yo'lni ochib qo'yadi. Shart xolis bo'ling, dinda hukmlarda amalda turgan bo'ling, Allohning roziligini maqsad qilgan bo'ling. Qachon talashib tortishib qolsa bu odamlar boya yigitga murojaat qilishadi, hali yigit juda chiroyli qilib javobni beradi. Men so'radim, kim bu kishi? Muaz ibn Jabal deb javob berishdi. Demak, hikmat, olim
ilmli odam, shayx, oqsoqoldir, garchi yosh kichik bo'lsa ham, johil, ilmsiz, yoshdir, garchi yosh ulug' bo'lsa ham. Shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam 17 yoshli Usoma ibn Zaydni ilmli bo'lgani uchun, shu maqomga, shu martabaga loyiq bo'lganligi uchun kibor sahobalar turganda ham ustiga amir qilib tayinlab qo'ygan. Demak, ilm insonni manzilati, martabasini ko'taradi. Muoz ibn Jabal bu ummatning eng bilimli kishilaridan bo'lgan. Bu ulug' sahobaning sifatlaridir. Dunyodan zohidligi. Zohidlik degani dunyodan behojatlik degani. Malik ad-Dori aytadi, Umar ibn Xattob roziyallohu anhu 400 dinorni bir xaltachaga soldi. Xizmatchisiga berdi-da, buni Abu Ubaydaning oldiga olib bordi. Berib ayt, hojatlarga ishlatsin. Endi turibdir yonida. Nima qilar ekan? Ko'rib kel. Xizmatchi yigit bordi, Abu Ubaydaning oldiga salom deb berdi va aytdi. Xalifa aytdi, mana buni o'zingizning hojatlaringizga ishlatar ekansiz. Abu Ubayda boyaga xaltadagi pulni oldida, Alloh mukofotlasin xalifani, rahmat qilsin dedi. Man lam yashkurin nasa lam yashkurillah. Odamlarga shukr keltira olmagan Allohga ham shukr keltira olmaydi. Odamlarning yaxshiligini bilib ularga rahmat deya olmagan Allohning inomiga ham shukr keltira olmaydi. Odamlar Alloh taolo bir xayriyatni beradi unga. Birovni sabab qilib qo'yadi. Haligi odam aytadiki, Alloh berdi menga, hech kim buni, hech kimga daxli yo'q buni deydi. To'g'ri, Alloh berdi, lekin shu odamni sabab qildi, uni ham qadrini, fazlini bilib qo'ygan. Ko'rganda mendadoshlik bildirib qo'ygan, Alloh rozi bo'lsin deb qo'y. Mana Abu Bayda shu hadiyaga loyiq odam. Ammo xalifa bersa, xalifadan Alloh rozi bo'lsin deyapti. Demak, odamlarga shukr keltira olmagan odam Allohga ham shukr keltira olmaydi. Abu Bayda boyaga dinorlarni oldida xizmatchisini chaqirib turib, mana buni olib falonchilarga olib tarqatib kel dedi. Hech narsa qolmadi. Oldi tarqatib yubordi. Boyaga xalifani xizmatchisi bu narsani ko'rgandan keyin xalifaning oldiga qaytib borib, aytdi bo'lgan ishni. Xalifa yana bir xalta pul tayyorlab qo'ygan edi. Buni olib borib Muoz ibn Jabalga berdi. Qarab tur nima qiladi. Xizmatchi bu molni olib Muoz ibn Jabal uyiga bordi. Berdi va aytdi. Xalifa aytdi, buni o'zingizga hojatingizga ishlatar ekansiz. Shu yerda o'zida Muoz ibn Jabal xizmatchisini chaqirdi-da taqsimlashni boshladi. Taqsimlab bo'lib, falonchining hovlisiga, po'kinchining hovlisiga deb aytayotganida ayoli chiqib qoldi. Chiqib turib, "Ey" dedi. "Biz ham miskinmiz. Bizga ham qoldiring" dedi. Shu paytda 2 dinor oshib qolgan edi xaltalardan. Shu 2 dinorni oldida taqsim qilayotgan puldan 2 dinor oshib qolgan edi. Shu 2 dinorni o'zining ayoliga berdi. E'tibor bering, miskinmiz deyapti. Ya'ni zakot bermaydigan odam bu. O'zi birinchi haqdor o'zi edi. Lekin dunyodan behojatligini ko'ringki, qalbiga dunyo kirmaganligini ayoliga 2 dinorini berdi. Xalifa xizmatchisi kelib Muoz ibn Jabaldan ko'rganini aytganidan keyin Allohga hamd aytdi. Hamda aytdiki, albatta ular bir-birlariga o'xshagan birodardirlar dedi. Bir ikkinsiga haqiqatan birodar bo'lishiga loyiq insonlar edi. Xudo jo'yligi adolat. U kishining adolatiga bitta misol, 2 ta xotini bor edi. Adolatni qanday qoyim qiladi? Bilasizlar, xotinni 2 ta yoki 3 ta qilishligini bitta sharti adolatni qoyim qilishlik xotinlar o'rtasida. Astagfirullah. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum zalika adna alla ta'ulu. Endi agar ular orasida, ayollar orasida adolat qila olmaslikdan qo'rqsangiz, bir ayolga uylaning yoki qo'l ostingizdagi cho'ri bilan kifoyalaning. Mana shu jabr va zulmga o'tib ketmasligingizga yaqinroqdir. Bitta xotinining navbati bo'lgan kunda nariga xotinining uyiga borib qolsa, suv ham ichmasdi shu yerda. Chunki bugungi kun nariga xotinning uyi. Suvni o'sha uyda ichishim kerak dedi. Ha, nima bo'ladi suv ichib qo'ysa? Lekin ularni adolatga bo'lgan qarashi mana shunday bo'lgan. Shuning uchun birodarlar, palapartish qing'ir-qiyshiq qilib o'qilgan 1000 rakat namozdan ko'ra taqvo bilan, parhezgarlik bilan o'qigan 2 rakat namoz afzal. Qaytaraman. Palapartish halol haromligiga shubhasiga qaramasdan o'qilgan 1000 rakat namozdan ko'ra parhezgarlik bilan, taqvo bilan o'qilgan 2 rakat namoz afzal bo'ladi.
Mana masjidlarga kelyapmiz namoz o'qigani. Qur'on o'qiyapmiz, roza tutyapmiz, sadaqa qilyapmiz. Taqvo bormi ko'chada yurishimizda? Yeyishimizda, gapirishimizda, ichishimizda. Unaqa shubhaga aralashib turib, ming rakat namoz o'qigandan ko'ra, shubhadan uzoq bo'lib, pokiza bo'lib, 2 rakat namoz o'qigan afzal. Mana shu narsa esimizdan chiqmasin. Savr ibn Zayd aytadi. Qachon Muoz ibn Jabal tahajjudga tursa, deradi. Parvardigoro, ko'zlari uyquga ketdi, yulduzlar ko'rindi. Albatta sen Al-Hayyul Qayyum bo'lgan zotsan. Parvardigor, jannatga bo'lgan talabim sus. Dunyodan qochishim zaif. O'zing tomoningdan bir hidoyatni men uchun bergin. Albatta sen va'dangga xilof qilmaysan. O'zini nafsidan norozi. O'zini nafsini malomat qilyapti. Zaifligini, jannatga shavqini ozligini, dunyodan qochishligi zaifligini gapiryapti. Musulmon, haqiqiy mo'minning bitta belgisi bor ekan, mo'minligini. Qanaqa u belgi? O'zini nafsidan hech qachon rozi bo'lmas ekan. Alloh bilan qilayotgan muomalasi zaifligi, sustligidan doim o'zidan norozi bo'lib turar ekan. Endi munofiqning belgisi nima desa, buni aksi. O'zini holatidan doim rozi bo'lar ekan. Allohdan ko'ra tuzimiz, qarashmayapmiz. Zino qilmayapmiz. Yana aytilar ekan, faqat iblis o'zini nafsidan rozi bo'lib turadi. O'zini zo'r deb sanaydi. Tobiinlardan biri aytadi, mana shu o'rinda 40 ta sahoba bilan birga bo'ldim. Ularning har biri Allohdan bo'lgan qo'rquvidan, o'zini hisob-kitob qilib turganidan men munofiq emasmikinman degan xavotiri bor edi hammasining. Kimlar bular? Sahobalar. Sahobalar. Mana payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning Imom Termiziyning sunanlarida keltirilganini o'qiymiz. Mana shu sahobalarning ichida payg'ambarimiz kimisiga qanday baho berganlar? Arham ummati bi ummati Abu Bakr. Ummatim ichida ummatimga eng rahmlisi bo'lgani Abu Bakr. Va ashadduhum fi amrillahi Umar. Allohning ishidagi eng shiddatlisi Umar. Va asdaquhum hayaan Usman. Eng hayoli kishi mening ummatimdagi Usmon. Va alamuhum bil halal val harom Muoz ibn Jabal. Ummatim ichida halol haromni eng yaxshi biladigan bilimdoni Muoz ibn Jabal. Siz bilan mana shu kishini hayotini o'qiyapmiz. Va afraduhum Zayd ibn Sabit. Faroizni eng bilimdoni Zayd ibn Sabit. Va aqrahum Ubay. Qorirog'i Ubay ibn Ka'b. Va likulli ummatin aminun va aminu hadhihi ummati Abu Ubaydah ibn Jarroh. Har bitta ummatni ishonchlichisi bo'ladi. Bu ummatning eng ishonchlichisi Abu Ubayda Omir ibn Jarroh roziyallohu anhu. Qarang, nima xulosa olamiz bu hadisdan? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning fazilatiga hech kim teng kelmaydi. Rasulullohning fazilati gapirilganda birovning fazilati haqida umuman gapirishlik mumkin emas. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sahobalarni qadrlagan, ularning qadrlarini bilgan. Shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Muoz ibn Jabal roziyallohu anhu ni Yamanga jo'natayotib 28 ga kirgan edi. Qaranglar, 28 ga kirgan yigitlar o'ylab ko'ringlar-da. Bor, bozordan bitta qo'yib kelsin-da sizga. Adada qo'y men bilmayman. Bor, mana shuni olib sotib kelsin-da, hammani ham quvvat yetmaydi. 3-4 chaqaga. Abu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning madrasasida ta'lim olgan kishi. 28 ga kirgan bola. 28 ga kirgan, 1:30 yetmagan bolani Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Yamanga o'zini elchisi qilib yuboryaptilar. Sollallohu alayhi vasallam. قال معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يبعث معاذا إلى اليمن قال كيف تقضي؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل Yamanga yubormoqchi bo'lganlarida dedilar. Bu hadis Imom Abu Dovud sunanlarida. Muoz bir ish duch kelib qolsa, qanday hukm chiqarasan? Ya'ni bir mushkula kelib qolsa, masala chiqib qolsa, qanday hukm qilasan? Qala aqli bi kitabillah. Allohning kitobi bilan hukm chiqaraman. Fa in lam tajid fi kitabillah. Agar u masalaning javobini Allohning kitobidan topa olmasangchi, qala fa bi sunnati Rasulilloh sallallohu alayhi vasallam. Unda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sunnati bilan unga hukm chiqaraman.
Qala Rasululloh sallallohu alayhi vasallam: "Fa in lam tajid fi sunnati Rasulillah va la fi kitabillah." Agar u masalani kitobdan ham, sunnatdan ham topolmasangchi? Qala ashtahidu ra'yi va la alu. Muoz Jabal aytdi, o'z ra'yimda ijtihod qilaman. Kitob va sunnatdan bilgan narsadan kelib chiqib turib, ijtihod qilib o'zim javob aytaman. Jiddiy ish bilan ketyapti, shu yerda javobini aytishlik kerak. Kattalar hal qilsin bu narsani, qo'yinglar. Qo'ying, bizga kuchimiz yetmaydi bunga. Demak, mana 30 ga kirgan yigitlar, o'ylaylar 17 ga kirgan Usoma ibn Zayd katta bir lashkarga amir bo'lib ketyapti Shomga, Rum bilan urushga. 17 ga kirgan bola, bu 28 ga kirib hali. Ukalar, bizga ibrat bo'ladigan odamlar shular. Futbolistlar va sportsmenlar, aktyorlar emas. Tushuninglar. Biz bu darslarda nimaga o'qiyapmiz? Biz kimlarga o'xshash harakat qilaylik? Bizni yoshimizda bu odamlar nima ishlarni qilishgan? Endi ular qayerda, biz qayerdamiz endi? O'zimizni kimligimizni ko'rib qo'yaylik. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu sahobasini ko'hraga urib turib, Rasulullohning rasulini o'zi yaxshi ko'rgan va rozi bo'ladigan narsaga boshlagan Allohga hamd bo'lsin. Ya'ni to'g'ri ayting degani. Bu aytgan so'zi bilan Muoz ibn Jabal o'zidan keyingi keladigan ulamolarga ijtihod haqida bir ta'lim beryapti. Qarang, avval kitob, keyin sunnat, keyin ijmo, qiyos, ijmo bilan qiyos ijtihod bo'ladi, birodarlar. Kitob, sunnat, ijtihod. Osim ibn Hamid Muoz ibn Jabal haqida shunday deydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Muoz ibn Jabalni Yamanga kuzatgani o'zlari chiqdilar. Davlat rahbari o'zini bitta ishchisini jo'natyapti, kuzatgani shaxsan o'zi chiqyapti. Bundan ham ajablanarli narsa shuki, Rasululloh piyodalar 28 ga kirgan sahobasi ularning ustida. Bundan nimani bilamiz? Demak, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sahobalarni yaxshi ko'rgan va ularni qadrlagan. Sahobalarni payg'ambarimizning mana shu xulqi ularni qalblarini payg'ambarimizga asir qilgan edi. Birodarlar, muhabbat ikki tomondan bo'ladi. Sahobalar Rasulullohni yaxshi ko'rishgan, Rasululloh ham sahobalarni yaxshi ko'rganlar. Ikki tomonlama bo'lganda muhabbat komil muhabbat bo'ladi akalar. U sizdan qo'rqqanidan, oyligingizni tortib qo'yishidan yoki ishdan haydab olishidan qo'rqib turib yaxshi ko'rmaydi. Bilasizmi? Agar mana shu qo'lingizda ishlayotgan odam oylik uchun, haydalmasligi uchun yaxshi ko'rayotgan bo'lsa, shu ishdan kelsin-da yoki bu ishdan siz keting-da, ine ko'rasiz sizga bo'lgan haqiqiy munosabat. Sahobalar Rasulullohni qanday yaxshi ko'rishgan bo'lsa, Rasululloh ham ularni mana shunday yaxshi ko'rganlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu sahobasini Yamanga jo'natyapti. Nasihat shunday: "Ey Muoz, ehtimol bu yildan keyin menga yo'liqmasin. Ya'ni oxirgi ko'rishishimiz." Rasulullohni o'zini jonidan ham ortiq yaxshi ko'rgan Muoz ibn Jabalga va Rasululloh o'zi ham Muoz ibn Jabalni yaxshi ko'rgan. Mana shu sahobasiga aytayaptilarki, Rasululloh, ehtimol keyingi yil kelsang meni topmassan deydi. Ehtimol keyingi yil kelsang meni masjidim oldidan va meni qabrim oldidan o'tarsan. Muoz ibn Jabal Rasulullohni oxirgi marta ko'rayotganligini anglab yig'ladi. Chunki yaxshi ko'rgan payg'ambarini oxirgi marta ko'ryapti. Ya Rasululloh, qo'yore, yoningizda jo'natmay qo'yoringsa oxirgi marta ko'rayotganmi? Yo'q. Rasulullohni yaxshi ko'radi. Ammo Rasulullohning buyrug'ini bajarishlikni bundan muqaddam deb biladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'zi yaxshi ko'rgan sahobasini jo'natyapti. Yonib qolishdan ko'ra. Nima uchun? Yamanliklarni Allohning diniga da'vat qilishlik uchun. Bu ish hamma narsadan muqaddam. Shuning uchun ukalar, akalar, din ishini birinchi o'ringa qo'ygan odam ikki dunyoda yutuqqa erishadi. Din uchun qilinadigan bir xizmat bor. Pulingiz bilanmi, mehnatingiz bilanmi, vaqtingiz bilanmi, o'zingizni ishingizni, dunyoviy manfaatingizni muqaddam qo'yib turib, vaqtim yo'q deysiz. Men qila olmayman buni deysiz. Bu sahobalar qarang, Rasulullohdan ajralishga ham rozi. Faqat dinni ishi oldiga yursa bo'ladi. Bizdan ham bir so'rasada, bir Allohning dini uchun biror bir ishingdan, biror huzur halovatingdan kechganmisan deb so'rasa, javob bera olamikimiz? Ha, bor shunaqa ishim. Biz doim o'zimizni shaxsiy dunyoviy manfaatimiz pozitsiyasidan turib muomala qilamiz din bilan. Biz ishimizga xalaqit qilmasa dinni ishi shunday qilamiz. Agar bizni shaxsiy manfaatimizni chekiga surib qolgan bo'lsa,
dinni ishini surib qo'yamiz. Demak, biz intilishimiz kerak bo'lgan eng oliy katta maqsad Allohning dinini oliy qilishlik, odamlarga yetkazishlik, ilmni halol o'rgatishlik, Alloh va Rasulini odamlarga tanitishlik. Muoz ibn Jabal roziyallohu anhu qalbida Rasulullohga bo'lgan muhabbat qattiq edi. Shavq, misli ko'rilmagan vafo bor edi. Shunday bo'lsa ham Allohning dinini tarqatishlikni Rasulullohning oldida qolishidan ko'ra afzaldir. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mana birodarlar, Muoz ibn Jabal roziyallohu anhuning hayotini o'tgan darsda boshlagan edik. Bugun inshaalloh nihoyasiga yetkazamiz. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu aytar edi: "Qani edi o'zimdan keyin Muoz ibn Jabalni xalifa qilib qoldirsam-u, Robbimning huzuriga borganimda nima uchun bunday qilding deb so'rasa aytar edim. Payg'ambarimizdan eshitgan narsa uchun shunday qildim." Rasululloh nima degandilar? "Innal ulama idha hadaru robbahum azza va jalla kana Muozun bayna aydihim." Payg'ambarimiz aytgandilar, agar ulamolar Robbilari azza va jallaning huzurida hozir bo'lsalar, Muoz ibn Jabal ularning oldilarida bo'ladi. Ya'ni ularning ichida peshqadam bo'ladi. Ibn Mas'ud shunday der edi: "Albatta Muoz ibn Jabal Allohga itoat qiluvchi, haq yo'ldan toymagan bir peshvo imom edi. Ummatan qonitan lillah hanifan." Unga aytishdi: "Axir Ibrohim alayhisalom emasmidi shu sifatga ega bo'lgan, Allohga itoat qiluvchi, haq yo'ldan toyilmagan peshvo imom?" Ibn Mas'ud aytdi: "Men buni unutganim yo'q. Lekin ummat va qonit degan so'zlar nima ekanligini bilasizlarmi? Ummat yaxshilikni biladigan kishi, qonit Allohga itoat qiladigan kishi. Bu ummatning ichida halol va haromni eng bilimdoni Muoz ibn Jabalni Ibn Mas'ud mana shunday bir ta'rif bilan ta'rifladi. Muoz ibn Jabal roziyallohu anhu u kishi Qur'onni u kishidan o'rganishlikka loyiq zot bo'lgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar: "Istaqra'ul Qur'ana min arba'atin." Abdulloh ibn Amr ibn al-As roziyallohu anhudan bu hadis muttafaqun alayh. Qur'onni 4 odamdan o'rganinglar dedilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Ya'ni mana shu 4 odam Qur'onni to'g'ri o'qib beradi, to'g'ri o'rgatadi. Kimlar ular? Fazakara ibn Mas'ud va Saliman mavla Huzayfata va Ubay ibn Ka'b va Muoz ibn Jabal roziyallohu ta'ala anhum ajma'in. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ibn Mas'udni, Huzayfaning mavlosi Solimni, Ubay ibn Ka'bni va Muoz ibn Jabalni zikr qildilar. Demak, ummat ichidagi eng qori sahobalardan ekanligiga bu dalil bo'ladi. Shahr ibn Havshabdan Rasulullohning sahobalari to'planib gaplashib o'tirishadigan bo'lsa, agar ularning orasida Muoz ibn Jabal turgan bo'lsa, haybatlanib qarab qo'yishar edi. Ya'ni yosh bo'lishiga qaramasdan Muoz ibn Jabal sahobalar u kishidan haybatlanishadi. Bu ulug' imomning mav'izalaridir. Muoz ibn Jabal aytar edi: "Sizlardan keyin fitnalar bo'ladi. Unda mol davlat ko'payadi. Unda Qur'on ochiladi. Hatto uni mo'min ham, munofiq ham, kichkina ham, katta ham, qizil ham, qora ham o'qiydi. Shu paytda gapiruvchi aytadi: "Nima uchun men odamlarga Qur'on o'qib berishim kerak? O'qib berganim bilan odamlar menga ergashmayapti. Ularga Qur'ondan boshqa narsani gapirsam ergashadi deb o'ylayman" deydi. Keyin paydo qilingan narsalardan ehtiyot bo'linglar. Ya'ni dindagi bid'atlardan. Albatta bid'at zalolatdir. U kishi yana aytar edi: "Hakimning adashishdan ogoh bo'linglar. Hakim, ilmli kishining adashishdan ogoh bo'linglar." Shayton aytadi: "Menga hakimning bitta adashib aytgan so'zi kifoya qiladi." Olim, hakim odam bitta adashib turib fatvo aytsa, noto'g'ri so'zni bir marta adashib aytadigan bo'lsa, ummat halokatga uchrashi xavfi bor. Chunki ana shu odam olimida to'g'ri aytdi deb odamlar ergashadi, katta zarar olib kelishi mumkin bo'ladi. Mana shu hakim, olim odamning adashishligidan ehtiyot bo'lishiga bitta misolimiz Abu Hanifa rahmatullohi alayh, Imom Azam ko'chada ketayotib, chuqurda yonida turgan bir yosh bolaga ko'zi tushdi-da, "Ey bola, aytib qo'ying,
yiqilib tushib ketmagin dedi. U bola nima deb javob berdi? Ey imom, siz unga tushib ketishdan ehtiyot bo'ling. Chunki agar men yiqilsam, yolg'iz o'zim yiqilaman. Agar siz yiqilasangiz, siz bilan butun olam quladi. Muoz ibn Jabal mana shu haqiqatga ishora qilib, olim odamlarni, ilmli, hakim odamlarni adashlikdan, xato qilishlikdan ogohlantiryapti. Birodarlar, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar: "La tandur ala man qala, fandur ala ma qala." Kim gapirayotganiga qaramanglar. Kim gapirayotganiga qarama, nima deb gapirayotganiga qara. Chunki munofiq ham to'g'ri gapni gapirayotgan bo'lishi mumkin. Endi olim odam, hakim odam adashib xato gapirayotgan bo'lishi ham mumkin. Shuning uchun kim gapirayotganiga qaramaymiz, nima deb gapirayotganiga e'tibor beramiz. Ali ibn Abi Talib aytadi shuning uchun: "Nahnu na'rifur rijala bil haqq va la na'riful haqqo bir rijal." Biz kishilarni haq orqali taniymiz. Haqni kishilarga qarab tanimaymiz. Qanday bilamiz, ehtimol ilmli odam ham adashib noto'g'ri gapirayotgandir. Solih odam bilmasdan xato yo'l qo'yayotgandir. Odamlarga qarab turib haqiqatni o'lchamaymiz. Balki haqiqat bilan odamlarni o'lchaymiz. Muoz ibn Jabal aytar edi, ana shu fitnalar sodir bo'lgan paytda u shunday bir so'zki, shu fitna. Uni sizlar inkor qilasizlar. U shunday kalimaki, u fitratga, aqlga, naqlga, voqelikka xilof bo'ladi. Uni sizlar o'zlaringizning sog'lom aql va toza fitratingiz bilan inkor qilasizlar. Agar Muoz bo'lmaganida Umar albatta halokatga uchragan bo'lar edi. Muoz ibn Jabal roziyallohu anhuni ilmiga, fiqhiga bo'lgan Umar ibn Xattobga bergan bahosi. Umar ibn Xattob Muoz ibn Jabal roziyallohu anhuni fiqh masalasida muqaddam qilib aytadiki, kim fiqhni o'rganmoqchi bo'lsa, Muoz ibn Jabalning oldiga borsin dedi. Bir kuni Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Muoz ibn Jabalning qo'llaridan ushlab aytdilar: "Inni la uhibbuka ya Muoz." Ey Muoz, albatta men seni yaxshi ko'raman dedi. Bu darslarimizni avvalida aytib o'tdik. Alloh va Rasulining sizga bo'lgan muhabbati musulmon kishi uchun bundan ortiqroq mukofot bo'lishi mumkin emas. Musulmonga bundan ortiq martaba bo'lishi mumkin emas, birodarlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytibdilar: "Ey Muoz, men seni yaxshi ko'raman." Rasululloh yaxshi ko'rganligi Muoz ibn Jabalni Alloh yaxshi ko'rgani, birodarlar. Va ana uhibbuka ya Rasululloh. Men ham sizni yaxshi ko'raman ya Rasululloh dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning muhabbatiga sazovor bo'lgan kishilardan edi. Bu ulug' inson aytar edi: "Ey o'g'lim, agar namoz o'qisang, vidolashuvchining namozi kabi namoz o'qi. Ya'ni oxirgi namoz kabi namoz o'qi olmasang. Ey o'g'lim, albatta mu'min ikki hasanat o'rtasida vafot etadi. Mu'min o'lar ekan, oldida bitta hasanati bor, orqasida bitta hasanati bor. Oldidagi hasanati nima? Oxiratiga o'tkazib qo'ygan hasanati, u bitta hasanat. Ikkinchi hasanati o'zidan keyin qoldirib ketayotgan hasanati. Biz ham xuddi shu. Vafot etgan kunimizda ikkita hasanatimiz bor. Bittasi orqada, bittasi oldida. O'tkazib qo'yganimiz bor va o'zimizdan keyin qoldirib ketayotganimiz bor. Qo'lida dunyosi bor odamlar o'sha o'zidan keyin qoldirib qo'yadiganiga juda katta imkoniyati bor. Qo'lida dunyosi yo'q odam ham 5 ma'no namoz o'qiyapti. Badolat kishi ham 5 ma'no namoz o'qiyapti. O'tkazayotgani bir xildaylar bo'lganga o'xshaydi-da. Endi bu yerga qo'lida dunyosi yo'q odam o'zidan keyin katta narsa qoldira olmayapti. Shuning uchun ahli davlat bo'lgan akalar, Alloh yo'lida info ihson qilinglar deyilganda mana shu narsa esimizda tursin. Ehtimol ertaga tong ottirmassiz. Alloh umringizni bir davom qilsa xayrli amallar bilan. Qayerdan bilasiz? Masjidga deyapmiz, qiylanganlarga deyapmiz, boshqalarga deyapmiz. Qoldirib ham ketinglar, o'zingizlar bilan olib ketganinglardek. Chunki oxiratga bo'lganda kambag'alga berilgan savollar boylarga berilmaydi. Esimizdan chiqmasin. Payg'ambarlarning hammasi jannatga kirib bo'lganidan keyin 40 yil o'tib Sulaymon alayhisalom jannatga kiradi. Nima uchun? Mol davlatini kattaligi uchun, hisob kitobi og'irligi uchun. Yana bu kishi payg'ambar, harom topmagan, haromga sarflamagan, bidatga sarflamagan, zaksga sarflamagan, riyoga, shirkka sarflamagan. Shunda 40 yil o'tar ekan. U qiyomatda bir kuni 50 ming yil deyilgan oyatlarda. Shuning uchun qo'lida davlati bor akalar, bu imtihon sizlarga. Xuddi davlat yo'qlarda pul yo'qligi imtihon bo'lgani kabi.
Bu ulug' sahoba aytar edi atrofidagilarga, qiyinchilik va mashaqqat, yetishmaslik fitnasi bilan balolandinglar, sabr qildinglar. Endi kengchilik fitnasi bilan balolansizlar. Yo'qchilikda sabr qildinglar, mehnat mashaqqatga, endi dunyo oqib keladi, bu ham bitta sinov, bitta fitna bo'ladi. Men sizlarning ustingizda qattiq qo'rqadigan narsa bu ayollarning fitnasi. Muoz ibn Jabal roziyallohu anhu faqatgina olim, zohid, obid inson emas edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sahobalarning hayotini o'rgan ekanmiz, bitta narsaga guvoh bo'lamiz. Ular kunduzlari ro'zador, tunlari bedor, rohib bo'lib turib, jang maydonida kuchli mujohid bo'lganlar. Bularni qarasangiz, mana hozir bu kishini diplomatiyasini ko'ramiz. Bu kishi musulmon qo'shinini vakili bo'lib borgan paytda gapirgan gaplarni ko'ramiz. Bu kishi birodarlar 40 yoshga yetmasdan o'tib ketgan. 30-32 yoshida o'sha paytdagi eng qudratli Vizantiya imperiyasining armiyasi turganida 80 ming kishilik qo'shin, 27 ming kishilik musulmon qo'shin nomidan keladida, shunaqa gapiradi, qarab turib 30 yoshar bola shunaqa bo'ladimi deb o'rasiz. Muoz ibn Jabal roziyallohu anhu Rum qo'mondonlariga elchi bo'lib yuborilganligi. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu xalifalik davrida mana musulmonlar bilan Rum mamlakati o'rtasida qattiq jang bo'ldi. Yarmuk g'azotida musulmonlar g'olib bo'lishdi, Rumni yakson qilishdi. Ana shu hal qiluvchi jang arafasida Bisan va Fahl mintaqasida musulmon qo'shini Rum qo'shini bilan to'qnashdi. Fahl hozirgi Urdun, Iordaniya hududida edi. Musulmonlarning qo'shini shu edi. Ularning amiri Abu Ubayda Omir ibn al-Jarroh. Bisan esa Falastin yerida, u yerda Rum qo'shini turar edi. Ularning amiri Sklarius 80 ming kishidan iborat edi. Musulmonlar 27 ming edi. 4 barobar oz. Rumiylar musulmonlarni qo'shiniga maktub yuborib tahdid qilishdi. Birontasini qoldirmasdan yo'q qilib yuborishmoqchi. Musulmonlarning javobi ham shunga yarasha bo'ldi. Rumiylar musulmonlardan bir elchi kelishini talab qilishdi. Ya'ni jang bo'lishdan avval ikkita qo'shin bir-biriga elchi jo'natadi, gapiradigan gapini gapiradi, keyin jang bo'ladi yoki bo'lmasa bir narsaga kelishadi. Mana shu bir o'ta muhim, xatarli bo'lgan ishga Abu Ubayda Muoz ibn Jabal roziyallohu anhu ni tanladi. Musulmonlar orasidagi halol va haromning eng bilimdoni. Bu sahoba keldi. Kelganida Rum qo'mondonlari, vazirlari, kibor ayonlari hashamatli chodir ichida o'tirishar edi. Gilomlar, ipek ko'rpachalar, yostiqlar, shunday hashamatli ichida o'tirishar edi. Muoz ibn Jabal roziyallohu anhu chodirning oldiga keldida kirmadi ichkariga. Ularga musulmon kishi qanday bo'lishini bir ko'rsatib qo'ymoqchi bo'ldi, dars bermoqchi bo'ldi. Ulovidan tushgan paytda xizmatda turgan, haligi chodirda oldida turgan nasroniy yigit aytdi: "Men otingizni ushlab turaman, men ulovingizni ushlab turaman, ichkariga kiring. Bu yerda vazirlar, qo'mondonlar, ayollar, falonchilar bor. Bular bilan to'g'ri kelgan odam o'ta olmaydi. Kiring" dedi. Muoz ibn Jabal kirmadi. Tashqarida tikka turib, chodirning ichkarisiga qarab turib aytdiki: "Bizni nabiyimiz odamlardan birontasi uchun o'rnimizdan turmaslikka buyurganlar. Men tikka turibman, lekin bu tikka turishim sizlarga bo'lgan hurmatdan emas" dedi. Bizni tikka turishligimiz Alloh uchun namozda bo'ladi, ibodatda bo'ladi, unga bo'lgan rag'batda. Meni tikka turishim sizlarga bo'lgan hurmatdan emas. Balki sizlar o'tirgan mana bu hashamatning ustida yurishlikni va unga o'tirishni istamaganimdan dedi. Sizlar buni eshittirib aytayaptiki, atrofdagilar ham eshitsin. Sizlar bu ko'rpachalar va yostiqlarni oralaringizdagi zaif bechoralaringizdan o'zlaringizni afzal qilib, faqat o'zinglarni qilib olgansizlar. Ya'ni bunaqa ko'rpacha, bunaqa qulayliklar faqat sizlarda bor. Atrofdagi odamlar eshitib turibdi. Muoz ibn Jabal bu so'zlarni oshkor, baland aytayaptiki, atrofdagilar bir fikrga bossin. Albatta, bular mana shu ziyb-ziynat. Sizlarning hukmronligingizning asli dunyo hayotining ziynati va aldovidir. Alloh bizlarni undan behojat qildi. Dunyoga berilishni yomonladi. Unda haddan oshishdan, uni isrof qilishdan qaytardi. Men mana shu yerda turaman, hojatinglar bo'lsa menga gapiraveringlar dedi. Endi bu yerga o'tirgan qo'mondonlar kirishini, ularga ta'zim berishini, ular ruxsat bergandan keyin gapirishini kutishgan edi.
Rumiylar bu so'zlarni eshitib dovdirab qolishdi. Bu gapni gapirayotgan odam qanday odam bo'ldi? Bunaqa dunyodan behojatlikni ular faqatgina Masih alayhissalomning hayotini o'qiganida eslashar edi. Kitoblarda bor edi. Ularning hayotida bunday dunyodan behojatlik yo'q edi. U rohiblari ham, qo'mondonlari ham, podsholari ham hammasi hashamatga, zeb-ziynatga berilib ketgan edi. Ular Muoz ibn Jabalning bu so'zini eshitib, sen ashoblaring orasidagi eng yaxshisi bo'lsang kerak. Sen ehtimol avliyodirsan deydi. Muoz ibn Jabal nima dedi? Muoz ibn Jabal aytdi, men musulmonlarning orasidagi eng yomoni bo'lmasam qani edi dedi. Men musulmonlar orasidagi eng yomoni bo'lmasam qani edi. Musulmonlarning mana bu qo'shini ulug'lar, karimlar va taqvodorlar bilan to'ladi. Rumli qo'mondonlarning hayrati yana oshib bordi. Ular Muoz ibn Jabal bilan bo'lgan suhbatdan ikkita narsani xohlashgan. Birinchisi, nima maqsadda keldi musulmonlar, buni bilmoqchi. Ikkinchisi, Muoz ibn Jabalni qo'rqitishmoqchi. Inson aqlli bo'lishi mumkin, lekin yuraksiz bo'lishi mumkin. To'g'rimi? Yurakdagi quvvat boshqa narsa, aql alohida narsa. Endi qarang, 80 ming kishilik qo'shinni qo'mondonlar o'tirgani, yana bu kim bular? Ana shu paytdagi eng qudratli mamlakat. Fors bilan Rum o'rtasida oxirgi jangda yengan eng qudratli imperiya. Manaman degan odamlarning oldiga borib shunday tikka turib gapiryapti. Sahroyi bir odam. Quvvat qarang yurakdagi. Ularni savoli quyidagicha bo'ldi. Bizni yerimizga kelishinglarning sababi nima? Nima uchun bizni podshohimiz hali tirik turib ustimizga qo'shin tortib keldinglar? Bu yerda Rumlilarning maqsadi, bu gapni gapirishlar maqsadi. Bu davrda Fors Kisrosi o'lgan, ustida podshoh yo'q, Fors mamlakatini parokandalik bo'lib turgan paytda o'shalar ustiga bormasdan nimaga biz ustimizga keldilar? Axir bizni podshohimiz tirik-ku. Yana davom ettirishdi. Qo'rqitishmoqchi. Bizni qo'shinimizni adadi katta, xuddi osmondagi yulduzlarning soni kabi, yerdagi toshlarning soni kabi katta dedi. Yana aytishdi. Bizning kitobimizga iymon keltirgansizlar, Injilga, Allohdan kelganligiga. Bizning nabiyimizga iymon keltirgansizlar. Nimaga shunday bo'lsa ham ustimizga qo'shin tortib keldinglar? Muoz ibn Jabalning javobi. Avvalo biz sizlarni yagona Alloh azza va jallaga va Muhammad alayhisalomga iymon keltirishga, chaqirishga keldik. Birinchi narsa. Namozni o'qishga, bizning qiblamizga yuzlanishingizga, nabiyimizning sunnatiga ergashishingizga, salbni, kresni sindirishingizga, aroq ichmasligingizga, to'ng'izni o'ldirishingizga chaqiramiz. Sizlar bizdansiz, biz sizlarmiz. Sizlar bizning dinimizda bizga birodarsizlar. Ya'ni sizlar o'zingizlarda kitobinglardagi haqiqatni havoi nafsingizlarda ko'yga kirib o'zgartirib yordinglar. Alloh uchun tark qilasizlar bu narsalarni. Agar bunga rozi bo'lmasanglar jizya berasizlar. Agar bu ikki narsadan bosh tortsanglar, bundan boshqa biror narsani qabul qilmaymiz. Bas Allohning ismi bilan chiqinglar, qo'shilinglar bilan. Alloh siz bilan biz o'rtamizdagi narsani hal qilgunicha sizlar bilan jang qilamiz. Islomni qabul qilinglar yo jizya beringlar. Agar shu ikkovini bermasanglar, urushamiz. To'rtinchi yo'l yo'q. Musulmonlar 27 ming, Rum 80 ming. Endi Muoz ibn Jabal ularning aytgan har bitta so'zini tahlil qilib beryapti, qarang. Birinchi so'zi nima edi? Bizni podshohimiz tirik bo'lib turib, qanday biz ustimizga qo'rqmasdan keldinglar? Muoz ibn Jabal aytdi. Endi podshohimiz tirik degan so'zga kelsak, ana shu paytda Hiraql hozirgi kundagi 15 ta davlatni qo'l ostiga birlashtirgan edi. Ya'ni shu paytdagi Rum saltanatini agar hozirgi davlatlarga qaraydigan bo'lsangiz, 15 ta davlatni qo'l ostiga birlashtirgan edi. Endi podshohimiz tirik degan gaplarga kelsak, bizni podshohimiz Alloh azza va jalla dedi. Bizni amirimiz podshohimiz emas, o'zimizga o'xshagan bitta odam. Mana endi Muoz ibn Jabal musulmon amiri qanaqa bo'lishligini bularga ko'rsatib qo'yapti. Ya'ni podshoh, vazirlar, qo'mondonlar, ayollar o'tiribdimi? Bizni boshlig'imiz qanaqa odam, eshitib qo'yinglar. Agar amir bizni oramizda Allohning kitobi va payg'ambarning sunnati bilan ish yuritsa, o'rnida qoldiramiz. Agar ustimizda boshqa narsa bilan ish tutsa, uni olib tashlaymiz. Agar o'g'irlik qilsa, uni qo'lini kesamiz. Boshliqda. Agar zino qilsa, biz uni toshbo'ron qilamiz.
sharifga ham, zaifga ham Allohning shariatini tatbiq qiladi. Mana shu Allohning shariati u bilan dunyo ustidan hukm qilinadi. U bilan islomiy ummat boshqa ummatlarni boshqaradi. Agar u bizdan bir kishini so'ysa, so'kilgan kishi amirni so'kadi. Agar amir jarohat yetkazsa, undan qasos olishga imkon beradi. Hamma musulmonlar qatori bir kishi o'zini bizdan hijoblab olmaydi, bizga mutakabbirlik qilmaydi. Bu Rumni ayollarni oldiga kirish uchun o'chirga turish kerak, zapis qilish kerak, vaqtini poylash kerak, kayfiyatini kutish kerak. Bizning amirimiz eshigini yopa olmaydi hech qachon. Alloh o'lja qilib bergan narsalarda o'zini boshqalardan afzal qilib olmaydi. U hamma qatori oddiy bir musulmon. Zohid, obid bo'lgan Mozim Jabal aytgan so'zlarni haqligini rumiylar biladi. Chunki shu paytgacha bo'lgan mayda-chuyda janglarda musulmonlar doim yengib kelishayotgan edi. Mozim Jabal davom ettirdi. Endi qo'shinimiz adadi katta degan so'zlarga kelsak, osmondagi yulduzlardek, yerdagi toshli donalarchalik ko'p degan so'zlarga kelsak, biz musulmonlar hech qachon qo'shinni adadiga suyangan emasmiz. Dushmanimiz ustidan bo'ladigan g'alabada askarlarga ishonmaymiz. Kuch-quvvatga emas, Alloh azza va jallaga tavakkul qilamiz. Robbimizga ishonamiz. Qancha ozchilik bo'lgan toifalarni Alloh aziz qilib yordam berdi, katta toifalarni ular yengdi. Ularga izzat ikrom ko'rsatdi. Uning izni bilan ozchilik bo'lgan kishilar ko'p toifalarni yenggan. O'rnida so'ziga yarasha so'z bilan javob beryapti. Mana sahobalar qanaqa bo'lgan? O'rnida rishad qilgani aqli ham yetyapti, yuragini quvvati ham yetyapti, tilini fasohati ham yetyapti. Mana bizga ibrat kim? Mana bizga ibrat bo'lgan odamlar kimlar? Mozim Jabal davom etdi. Endi sizlarni bizning kitobimizga va nabiyimizga iymon keltirib turib, qanday biz ustimizga qo'shin bilan keldinglar, qanday qilib biz bilan urushda xalos sanaysizlar degan so'zlarga kelsak, biz sizlarning nabiyingizga iymon keltiramiz. Va uni Iso alayhisalomni Allohning bandalaridan biri ekaniga, Allohning rasullaridan biri ekaniga guvohlik beramiz. Uni Allohning huzuridagi misoli odamning misoli kabidir. Odam alayhisalom Alloh taolo tuproqdan yaratib bo'ldi, bo'ldi. Iso alayhisalom otasiz dunyoga kelganligini Allohning o'g'li deb gapirishlariga hujjat qilasizlarmi? Ya'ni Alloh taolo shu hech narsa emas. Biz uni Isoni Alloh demaymiz. Ikkiligini ikkinchisi, uchligini uchinchisi ham demaymiz. Allohning xotini bor, bolasi bor demaymiz. Allohdan boshqa iloh bor deb aytmaymiz. Allohdan o'zga biron iloh yo'q. Sizlar aytayotgan narsadan Alloh taolo pok va ulug'dir. Sizlar ey rumiylar, Iso alayhisalom haqida ulkan gunoh bo'lgan so'zni aytasizlar. Agar sizlar Iso haqida biz aytgan so'zni aytganlaringda va sizlarning nabiyingizga biz iymon keltirganimizdek, bizning nabiyimizga sizlarning kitobingizda aytilganda iymon keltirganinglarda edi. Payg'ambarimiz sizlarning nabiyingiz haqida keltirgan narsaga biz iymon keltirganimizdek, sizlar ham Muhammad alayhisalomga iymon keltirganinglarda biz sizlardan, sizlar bizdan bo'lardinglar. Sizlarni do'st tutardik, sizlarni dushmanlaringizdan himoya qilar edik. Endi sizlarga yordam bermasligimiz sababi sizlar aqidalarda buzdinglar, xilof yo'l tutdinglar. Dininglarni o'zgartirib yubordinglar. Iso alayhisalom haqida ulug' gunohni so'zladinglar va Iso alayhisalom aytmagan so'zlarni aytdinglar. Va unga ergashdinglar. Kitoblaringizga o'zgartirish kiritdinglar. Biz sizlarga aqidani, sog'lom aqidani olib keldik. Sizlar kitoblaringizda aytilganidek bizning nabiyimizga iymon keltiringlar. Sizlarning nabiyingizga biz iymon keltirganimizdek. Mozim Jabal bu so'zni quvvat bilan aytayapti. Ikkilanmasdan aytayapti. Ishonch bilan aytayapti. Rumiylar Mozim Jabalning so'zini eshitib turib aytishdiki, oramizda uzoqlashishlikdan boshqa narsani ko'rmayapmiz. Chunki sizlar musulmonlar, ya'ni sen biz hech qachon qabul qilmaydigan narsalarni gapiryapsan. Endi senga taklifimiz bor. Shu taklifimizni qabul qil. Agar shu taklifni qabul qilsanglar, omonda qolasizlar deyapti rumiylar. Aks holda sizlarni qirib yo'q qilib tashlaymiz. Birinchi taklifi. Sizlarga Arabiston yarim oroliga ulashgan Balqo va Urdun yeridan ajratib beramiz. Birinchi tanazzul. Urdun yerini yarmini berib olishga tayyor. Buni evaziga sizlar
qo'shinlar bilan qaytib ketasizlar, qaytib biz bilan urushmaslikka va'da berasizlar. Qarang, Muoz ibn Jabalni aytgan so'zlarini ta'siri shuki, uslubiyani ular qilyapti. Bo'lmasam 80 mingli armiya bo'lardi ekan. Muoz ibn Jabalning aytgan so'zlarining ta'siri. Ikkinchi taklif. Fors bilan borib urushinglar. Biz sizlarga ularni yengishlikka yordam beramiz. Ularni yengganlaringizdan keyin ularni yerlarini o'zingizlarga qo'shib olasizlar. Ikkita taklif. Urdun yerini beramiz, qaytib kelsanglar. Qaytib biz bilan urushmaymiz deb va'da bersanglar, Fors saltanatini yengishlikka yordam beramiz, o'zingizlarga qo'shib olasiz. Bu tasavvur uchun, parlamentlar uchun, diplomat uchun juda ham katta yutuq. Tushunasizlarmi? 80 ming qo'shinni ro'parasida turgan 27 ming qo'shinni elchisi shunday undiryapti, qaranglar. Qo'rqmasdan borib shap-shap gapirdi, undirib keldi. Lyuboy diplomat uchun, lyuboy posol uchun, lyuboy zamonda bu narsa katta sharaf bo'lgan. Shunisi bilan undirib keldim desa, mana shunga kirib kelsa bo'ladi. Muoz ibn Jabal nima deb javob berdi? Agar sizlar o'yinlardagi hali biz bilmagan hamma narsani bilsalar qabul qilmaysiz. Sizlar aytgan narsa emas. Yana nimalar bor sizlarda o'zingizlar? Biz bilmagan. Hammasini bilsalar qabul qilmaymiz. Biz sizlardan faqatgina biz aytgan uchta narsadan bittasini qabul qilamiz. Sizlarni qabul qilinglar, jizya beringlar, Mu'minlar aytishdi, biz senga yaqinlashganimiz sari sen bizdan uzoqlashamiz. Vallohi ertaga ustunga qo'shin bilan kelib, sizlarni mag'lub qilib, tog'larga qo'shib yuboramiz. Muoz ibn Jabal aytdi, yo'q, tog'larga qo'shmaymiz. Yo sizlar bizni qirib tugatib olasizlar urushib. Yoki biz sizlarni o'zingizlarning yerlaringizdan xor qilib haydab chiqaramiz. Bu qanaqa quvvat? Yo sizlar yengasizlar, yo biz yengamiz. Yo sayyid bo'lamiz ustingizlarda xo'jayin bo'lib, yo shahid bo'lamiz. Ikkala holatda ham biz g'olibmiz. Muoz ibn Jabal roziyallohu anhu mana shu bo'lgan munozarani bahsning natijasini olib Abu Bayda roziyallohu anhu Muoz ibn Jabalni Rumiylarga aytgan so'zi haqiqatan ularga qattiq ta'sir o'tkazgan. Shuning uchun keyin Rumiylar o'zlaridan bo'lgan bir elchini musulmonlarni amiri bilan ushlashlikka qo'ydi. Ya'ni urushamiz deb qaytib keldi. Ular yana ham bir tinchlik bir yo'li bormikin deb yana nima qilishyapti o'zlari? Odam jo'natishyapti. Mana birodarlar, siz bilan biz ibrat bo'lgan sahobalar qanday bo'ldi? 30 dan o'tgan yigitga gapirgan gaplar. Qaranglar. Ilm, faxr, quvvat, shijoat, yutib turadi. Kishining vafot. Dunyoda Muoz ibn Jabal roziyallohu anhuga o'lim lahzalari yaqinlashganida dedi, Muoz ibn Jabal aytdi, tongga olov bo'lgan kechadan panoh tilayman. Marhabo ey o'lim, marhabo. G'oyib bo'lgan ziyoratchi, yo'qchilik ustiga kelgan Habib. So'ngra dedi, Parvardigoro, men sendan qo'rqar edim. Bugun esa sendan umid qilaman. O'zing bilasan, men dunyoni unda uzoq qolish uchun, anhorlarni oqishi uchun, daraxtlarni ekilish uchun emas, balki issiq kunlarda chanqab roza tutish uchun, zikr halqalarida tiz cho'kib, ulamolar bilan birga o'tirishni yaxshi ko'rganman. Bu sahoba Urdunda, Iordaniyada vafot etdi. Amvos vobos kelgan tovuni. Mana shu vaqtda u kishining yoshi bir so'zda 33 deyiladi, bir so'zda 40 deyiladi, vafot etdi. Qisqagina umr, ammo ulug' amallarga ulgurilgan umr. Umr nima bilan o'lchanadi, birodarlar? Kishining umrini qadri nima bilan o'lchanadi? Necha yil yashagani bilanmi? 70 yil yashadi, 80 yil yashagani? Yo'q, birodarlar. Ana shu yashalgan vaqtda qilingan xayrli amallar bilan. Alloh subhanahu va taolo bu kishilarning hayotini o'qib o'rganib, ibratlanishida hammamizga nasib etgan bo'lsin. Aqulu qawli hada va